Agar siz ham uzoq vaqt telefon ko'rganingizdan keyin qo'llaringizda uvishish, jimirlash kuzatilayotgan bo'lsa, sizda karpal sindromi bo'lishi mumkin. Karpal sindromi mana shu joydan o'tadigan nervimiz bor. Mana shu nerv uzoq vaqt qisilib turgani hisobiga qo'llarimizda uvishish, jimirlash, og'riqlar paydo bo'lishi bilan kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Kasallik uzoq vaqt davolanmasa, oxir oqibatda qo'l kaftlarida, barmoqlarda mushaklar zaiflashishi, ozib ketishi, harakat cheklanishi va kuchli og'riqlar paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Uy sharoitida o'zingizda karpal sindromi bor yo'qligini sinab ko'ramiz. Buning uchun qo'llaringizni shu holatda 1 daqiqa ushlab turasiz. Agar shu holatda ushlab turganingizda barmoqlaringizda, kaftingizda og'riq, jimirlash, uvishish kabi belgilar kuchayib ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda karpal sindromi. Buni qanday qilib mashqlar davomida yengib borish mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa albatta sahifamga obuna bo'ling.